Şoförlük nazariya imtahanısını devlet tili arkalık berilgan uqtırış əməlləşdirildi. 2. ayının 15. gündən başlap Aqsu vilayetininki Kuchar, Sinha, Saya qatarlıq nayillərdə nazariya 1. tur 4. turga qatnaşılgan oquvchilarning imtahanını çoxum devlet tili arkalık berişi talab qılındı. Əgər siz devlet tilini bilməyə ahval astığınızda yoki 1. turun berib olub 4. turga kelgan vaqtınızdamı oxşashlar devlet tili bo'yicha imtahanga qatnashishingiz kerak demoqchi. Undaq bo'lsa bu butun Şinjanға qaratilgan xabar emas. Faqat mushu Aqsu viloyatidagi ba'zi bir qism nayillarda hozircha amalashtirildi. Keyincha qaysidan qaysiga bo'ldi bu aniq emas. Biroq siz pravo elayotgan bo'lsangiz, yanada vaqtni ching tutib pravoingizni elib oling. Butun Şinjanni mush bo'yicha amalashib ketmaydi, degilim bo'lmaydi. Albatta, bu vaqtincha bir qisqa muddatlik yangilash bo'lib, keyincha asliga kelmaydimi, degil bo'lmaydi. Undaq bo'lsa inkas rayonini qoldirib beqinglar. Sizlar turayotgan yerda hozir Uyg'urcha imtihon belgil bo'lamdi yoki butunlay davlat tili orqali imtihon berib atamsizlar. Birinci tur, 4. tur imtihanı devlet tilga o'zgarib ketibdi. Men devlet tilini bilmaydim, qanday qilaman deb 5 qatıyotganligim jiddiy bir ishni uqtirib qo'ya deb chiqdim. Film yuragim bir o'tib, qo'shib belgisi bosib filmning davomida qatqanlar. Ammo bizning rayonda o'sha oyning 15-i, ya'ni tungundan boshlab rasmiy 1. tur bilan 4. turni devlet tilida elishga boshladi. Lekin 4. turni berdiganlarga hozircha bir xo'sh xabar. Mushu oyniki 19-20 2 kun Fakat ve fakat 2 gün 4. turni berdiganlar fursatni uchun tutib, mushu Uyg'ur tili beramizlar, davlat tili beramizlar bir vasangli bo'ldi. Bo'lib mush Uyg'ur tili berganlar darhol mush fursatni uchun tutib 19-20-larga yo'l qilsang bo'ldi. 19-larning maydoni itilib bo'ldi. 20-larning hali ham bugun uchuq. Shunglashqa mush fursatni uchun tutib 20-larga darhol yo'l qilib 4. turni berganlar bir velishinglarni tavsiya qilamiz. 1. turni berganlar davomli xabar kutinglar. Buningda bu torlarda har xil gaplar bor. Sizlarga hamon bir yaxshi xush xabarni bo'lib qolishi umid qilaman. 抖音